Qarangu dilni yo'ritqichi muallim. Mehnat qilmas jafokash muallim. İnsanlarning ulug'isiz muallim. Ruxsat olsam bitta ruxsat beremsiz. Mevlan! Mevlan! Hey Mevlan! Voy. Voy, nim bo'lding ibi bo'l. O numarini depamayman o'ziklarning. Voy, qachongiz ishni ochmay yuriysa, nima ish qotsa? Shu o'ltag'an? Hey, o'ltaq odam telefonni olsangmamda. Nima bo'pti, hamsan? Ha. Nima bo'pti dotqini. Ma'lum seni topolmay, menga telefon qilibdi. Ha, nima deding? Nima deydi? Mevlan kunda uyda bor-da. Mana satqinlik qilsan-ku. Voy, nima bo'ldi? O qisanga tegan maktabda bo'lgan ishni. Qaysi ishni? Muallim menga aplik ruxsat bering desam, kashta uyanga berib ota-ona bilan deyishma deydi. Voy, qaysi ishga dema dedi. Voy, sen nima ish qilsa deyman, unda kichik ishlar ruxsat so'rab. Ey, Ha? mush kichik ishma? Ha? Men naqshi musobaqasiga qatnashib cho'lpon bo'lib kelsam, sen og'inam cho'lpon deb, kalto'ramgan qizlarni kalto'da olasiz? Kalto'ramgan qizlar? Ha? Ha. Ay Zehra. Bo'ldilar va ham xel qilmaylar. Men senga cho'q qaradash, mush ishni deb qo'y deb turgan. Bir ishlarsa o'yla kirasa, men chiqib ketmasa, ma'qulamsan, ha? Voy bu. Adash turib tur-ya. Naqshil kelsa. Nimaga? Ya adash. Mani men ras qilmayman jumodash. Mani ma'lum qilsa qaradash. Maktabning ishimizni tan qo'g'li yutadi. Adash, mani jo'qim qila olaysiz. Astag'firullah. Adash men qilmaychi. Ha degina? Yigit qasam ichmaydi, men bilgan sen oldin qasam ichma, ha? Men ishimga yordam qilsang, oyzaklarni cho'qim sana kaltib berma. Astag'firullah. Ha, bo'pti degina nada? Chirkoyda adash. Ha, ma'qul. Ey bu. Muallim bu sizim qiziqkansiz. Men ya bir yomon ish qilma demaganiga ruxsat bersangiz bo'ldi. Adash bo'ladi tez. Mana. Muallim ish qilib men sizdan ata yana bir qatim ruxsat so'rayman. Men ruxsat bersangiz biring. Ish qilib bo'lmasa. Cho'ng opa? Men shu balam sening cho'ng opang. Qanday adash o'xshatmanmi? Voy, o'xshabsan adash. Aka quloqni. Uyay. Hay. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Aqlli qish-ku. Telefonni olmasam, meni topolmaydi deb qolganmisan, ha? Yo'q, men Nima ish qilyapsan? shu men ilqi siz yozgan she'rlarni diktamasiya qilyapman. Ha? Diktamasiya Yaxshi qilyapman. balam. Menga dadang chaqa. Dadam yo'q. Unda qolsa opang chaqira. Opammi yo'q. He. Senda boshqa hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Ha? Cho'ng opam bor. Chaqamam sunda bo'lsa. Cho'ng opa ma'lum kelibdi. Mana bala. Avaylang. Assalomu alaykum cho'ng opa, obdan turyotamlar. Bala. Ha? Bir yerdan radioning ovozi anglatam nima? Yo'q, cho'ng opa ma'lum kelibdi. Ha, angladim boshroq gaplar bala. Avaylang. Qani kelsa cho'ng ona. Qani, avaylab o'tasizlar. Qanday salomat, obdan turamlar. Bel putlarim og'riydi balam. Birdan o'tiray. O'tasan. Cho'ng opa, ma'lum sizdan tinchlik so'rayotdi. Ha, yaxshi balam, yaxshi. Xo'sh. Men bir ozroq ish bilan keldim Yaldirga. Bunda gap qarasizlar. Men Mevlan yaqin yoqqa naqsh o'qiyman, musobaqa qatnashmayman, bir hafta ruxsat so'rayman deb bek amma beshimni og'ib ketib bordi. Hey balam. Shu musobaqaga bas berib, o'zim tonatqan shakiri cho'lpon bo'lib keldim. Men bu qiyirjinimda yolg'iz kishilik naqshchilikka o'tkazaymikin deb o'tadim balam. Voy, cho'ng opam naqshilmak yaxshi to'laydi muallim. Yaxshi o'ylablar, bela o'ylablar. Hamda Muallim, men bir kirib choy chiqay. hamda qarasizlar. Men o'quvchilarning ma'rifatni, ilm-fanni, yurt, vatanni kuylaydigan bundaq faoliyatlar bo'lgan bo'lsa, bizmi qo'llaydik. Maktab rahbarligimi o'zi bosh bo'lib, bolalarni barda tashkillab. Uning ustiga men imtihonga yaqinlashib qoldi. Men faoliyatga ba'zi bo'lmaydi. Shunga o'zlarini bir gap qo'yamki deb. Balam. Naykila? Uy. Cho'ng opa. Ma qo'liqimdagi labani bir o'ngishib yetdi. Mandaq gap deb yo'qab ketdi bu ma'lumam. Uy. Anlandimi? Endi anladim. So'zlang balam. Bunda gap qarasizlar.
Ma asli demisam yaxshi bo'libdi, lekin demisam qat'iy bo'lmaydigan aqlida. Demem. Ey, ma cho'ngapang chaqirmamsa. Oy. Siz buning o'rganish natijasida ko'miga o'xshamamlar. Bu kögen? Ko'zim ko'rmaganki o'qbadi. O men Ko'rsatmabsa, ha? bu kösetkenmen. Qo'pay bolam hep chiqa. Oy bu Mangina. Cho'ngana. Ha. Maning natijasini bir anglab baqsizlar. Ha. Bu qaysi pallada yuqorkan, qaysi tuvankan? Ha, nasihat qilish zarurmi, emasmi? Ma biz bilan moslashib, maning o'rganishga sal ko'ngil bo'lib qo'ymasizlar, maning kelgusi istiqboliga zo'r ta'sir etadi. Ha, o'qig'ina bilaman. matematika 91. Ey, tatu tutyapsan ana, o'qishda. Ha. O'qig'ina. Matematika 16. Ha, o'qig'ina. Edebiyat 15. Qancha besh balam? 105. 105, 105. 35. Siyaset 95. Coğrafya 85. Terbiye Akagina. 60. Men o'qib beray, obda anglasizlar, ha? Matematika 16. Adabiyot 35. Tarix 25. Kimyo 15. Coğrafya 12,5. Tantarbiya 61. Mabalning kallasi ishlamgan bilan putqul ishlaydi. Hey balam. Bo'lmasa bir-biriga o'xshamaydigan 5 degan sonlarni chiq etdi-ku. Ha Shu şu. bek yuqori numara oldi bu. Mevlam. Ma obrini nerede? Aa udullatmazsınız tapsız. Ben Ha. Kızlık yakıldık ya bu. Uf, adaş, men qat'iy chizimdim adaş. Men endi amal qilolmayman. Qog'ozni o'zim pidirib qilaman. Oy sen ne buldun? Ben kanka ahırlık çıkartmam sen. Voy, ma'lum bilib qoldigandek qilib tur deyman. Adaş azıcık açma. Voy, azizlar inson yuralab bo'ldi. Adaş. Ana. Keldi. Qara. Sen buldun. Allah. Evet kildi de kildi. Can cim otamam sen. Oynayıp koç sen. Adaş, meni chishkatida qo'y. Oy, sen yiyip koç sen. Chishkatida qo'y. Adaş bu. Hey. Ne? Qana cho'ngana. Çoğapan batı şu. Mana chaqira. Hoşlanıyor hiç gitti mi ki? Baya- O'tag'ini. Baya batı. Hey. Ma ota-onang zot ne ketdi? Şu ölümçüge ölüm ketken. Qachon keldi? Şu yıl nezini tutup bırakıp kaçıp gelen ki? Ey, mana shu cho'ngapang chaqqa parang'ushay. Oy şu malum çoğapan bomsa. Oy. Oy. Man Oyjon. Voy, cho'ngada bu nima ish qilyaptilar? Turishlar. Nalan tutib yuradigan Voy. balam. Turishlar. ah bu da. Çandım bu bu da. O'tasizlar. Bu nima ish qilyaptilar? O'tasiz, avaylab o'tasizlar. Cho'ngana, bu qergan nima ish qildi bu ustalni ostida? Oltinimni izlab balam. Ha? Bu sizning ko'zlari xatni ko'rmagan bilan oltinni ko'rdiga o'xshamamda. Hey, ahmoq balam. Oltin taqiraydi emasmi? Man qarasizlar cho'ngana. Ma demisam qat'iy ishimga patmidi. Ha. Ma Mevlanning sinfda Habibol deb bir do'sti bor qarasizlar. Bumi mushuning o'xshash yog'och quloq kesin aytib atapsiz bola bo'ldi. Hey Bu- balam. Ha. Bu Habibol degan balachi, men 5 qoldek bilaman. Bu bal degan nayt ishchan, aqlli, chechan, Wow. adabli, qamlashgan balig'i balam. Cho'ngana, biz mo tekshirib keldik qarasizlar. Biz mo shu ahvolni turib da'vatimiz sizga. Endi bu ikkisi doim yamoshni birga qiladi. Endi bu uni boshlamdi, u buni boshlamdi, bu yamoshqa buni taz bilib qilamidim. Bu ikkisi doim ama sinfdagi saboqdoshlardan ittifoq yaxshi bo'lmasdan, yo o'qituvchilarni hurmatlamaydi. Ha, man qarasizlar. Ma oldingi qatim ma bir ikki qiz saboqdoshining chechini partoq bog'lab qo'yib, ma bir ikkisini chet yo'lib ketib doktorxonaga olib bordim. Ya adamning ko'nglini aromida qilmagan qarasizlar. Necha vaqt bir kelay desam, Appa balam. Bu ishlarni boshqalarning balisi qilib, Mevlanjonga dengab qo'yganda haqiqatcha.
Ya undaq ish emas. Biz buni tekshirib ko'rsak, qarisga gap qilmaymiz. Biz bu shu o'quvchilarga, bu farzandlarimiz yaxshi olsin deyman-da. Endi ha rost, bu ishni yamashi buning bilan tugamasdan men oldin qatib ishkisi top tepib, maktab mudirining ayniki chiqib o'tdi qarislar bu ishkisi. Voy, muallim chaqmagan, men bilan chaqqan. Sen! Kapak baş. Men Bir bor. Muallim, kapımı muallim. anlatmam. İş qalamda chiqsa. Ya muallim, bundan iş emez. Siz bunu kadar muallim. Oy.